Ma qarindoshlar elida biz Xitoyga qarshi bir nima qilolmaymiz, harakat qilolmaymiz. Uni tushunib turibmiz. Onun uchun men bu Qozoq xalqidan ranjib turganman yo'q. Bularmi amalsiz. Chunki dushman bek cho'ng dushman. Onun bava kelish uchun hozir qiladigan boshqa ishim yo'q. Hozir so'qish bo'lsa-mi, miltiq ko'tarib qiladigan so'qishim yo'q. Bizning qiladigan ishimiz bolalarimizni Uyg'urcha o'rgatsakmi? Ana tilini o'rgatsakmi? Ana vatanimizning tarixini o'rgatsakmi? Aşı bolalarimizni keyin yuqori oliy o'qish o'rinlarida o'rgatsakmi? Kelgusi baribir Uyg'uriston ozod bo'ladi. Chunki bala bo'lsa beshik tepiladi, bala bor, beshik tepiladi. Uyg'uriston ozodlikqa homildor, u ozod bo'ladi. Shu vaqtda uning ega bo'lgan Uyg'ur bolalari o'qimishlik bo'lmasa bo'lmaydi.